Paxtakor va Nasaf jamoalari o'rtasida kechayotgan bahsda yana hakamlar barchaning diqqat markazida bo'lishdi. Nasaf futbolchisi Quvonch Xushvaqtov Paxtakor vakili Muhammad Qodir Hamraliyevni to'xtatib qoldi deb topildi va ayni holatda penalti belgilandi va ushbu penalti bugungi kunda tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ushbu holatda penalti bormi? Fikringizni video izohida yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Futbol panoramasi kanali o'zining dasturlarini davom ettiradi. O'zbekiston Superligasining 10-turida o'ziga xos voqea ro'y berdi, ya'ni Paxtakor va Nasaf jamoalari o'rtasida kechayotgan bahsda yana hakamlar barchaning diqqat markazida bo'lishdi. Ya'ni o'yinning 88-daqiqasida hakam qarshiliklar darvozasi tomon penalti belgiladi. Ushbu vaziyatda Nasaf futbolchisi Quvonch Xushvaqtov Paxtakor vakili Muhammad Qodir Hamraliyevni to'xtatib qoldi deb topildi va ayni holatda penalti belgilandi va ushbu penalti bugungi kunda tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Qo'qon 1912 jamoasiga qarshi kechgan o'yinda ham hakamlar aynan Nasaf darvozasi tomon penaltini belgilagan edi. O'sha o'yinda belgilangan penalti noto'g'ri belgilangan penalti deb topilgan edi va hakam hattoki jazolangan ham edi. Xo'sh, bu o'yindachi ushbu holatda penalti bormi? Fikringizni video izohida yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Ushbu vaziyat atrofidagi voqealar rivojini kuzatib boramiz. Tafsilotlar bilan esa kanalimiz orqali tanishtirib boramiz. Futbol panoramasi kanalini kuzatishda davom eting.